Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Bugungi darsimizda elektron raqamli platforma, ya'ni erp.maktab.uz platformasidan foydalangan holda o'quvchimizni JSHR raqamini aniqlashni o'rganamiz. Demak, biz odat bo'lib qolgan yuqori sinflarda pasport olmaguncha JSHR raqami bo'lmaydi deb, lekin hozirgi kunda bunday emas. Ya'ni o'quvchimiz, ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarini ham metrga, ya'ni tug'ilganlik haqida guvohnomasi bo'lsa, JSHR raqamini aniqlash mumkin. Demak, xuddi shu ishni biz hozir videoda ko'rib chiqamiz. Demak, bizada o'quvchimiz bor, mana yangi kelgan o'quvchimiz bor. Demak, shuni kiritishimiz uchun, shu foydalanish uchun bizga JSHR raqami kerak. Buning uchun biza maktab ERP platformasiga kirib olamiz va foydalanuvchi ma'lumotnomasi tanlaymiz. Undan o'quvchini tanlaymiz. Xo'p, yaratish tugmasini bosamiz. Xo'p, bu yerda yangi shaxsni yaratishimiz uchun uni biza qidirib topib olishimiz kerak. Demak, buning uchun tanlaymiz, ya'ni qaysi hujjat orqali qidiramiz. Demak, shaxsni tasdiqlovchi hujjat bizada tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma, ya'ni metrka asosida qidiramiz. Xo'p, keyin seriyasi, demak, metrkamiz seriyasini kiritamiz. Xo'p, endi hujjat raqami, ya'ni metrka raqamini kiritamiz. Xo'p, endi tug'ilgan sanasi, ya'ni o'quvchining tug'ilgan sanasini kiritamiz. Mana kiritdik va qidirish tugmasini bosamiz. Mana bizada demak o'quvchimiz haqidagi ma'lumotlar chiqib keladi, mana to'liq ma'lumotlar. Xo'p, mana bizada eng kerakli, bizga qiziq bo'lgan ma'lumot topildi. Mana JSHR raqami. Demak, JSHR raqamini topib oldik. Endi bemalol foydalansak bo'ladi. Xo'p, shu usul orqali barcha boshlang'ich sinf o'quvchilarini JSHR raqamini topib olish mumkin. To'g'ri, albatta nimadir muammo bo'lishi mumkin. Albatta bu qidirishda navoda topa olmay qolsa, xatolik beradigan bo'lsa, albatta metrka raqami, tug'ilgan sanasi, albatta bu metrkalarni tekshirishga to'g'ri keladi. Ya'ni metrka, agar metrkani ma'lumotlari aniq va to'g'ri bo'lsa, demak bu bazada ham ma'lumotlar to'g'ri chiqadi. Agar bu bazada ma'lumotlarimiz xatolikka uchrasa, demak metrkamizni tekshirishimizga to'g'ri keladi. Yoki metrkamizni taqdim etgan FHDYO bo'limi, ya'ni ZAKSga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Xo'p, demak bizani ishimiz bo'ldi. Mana o'quvchimiz JSHR raqamini topib oldik. Endi bemalol bu o'quvchimiz bilan bazaga kiritib, boshqa amaliyotni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman ustozlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.